Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ilk bor o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million nafardan oshgan. Milliy statistika qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida ro'yxatga olishning asosiy ko'rsatkichlari taqdim etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Joriy yilning 15-yanvaridan 28-fevralgacha o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri mamlakatning demografik, ijtimoiy, iqtisodiy hamda agrar holatiga oid eng muhim statistik ma'lumotlarni shakllantirish imkonini berdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million 47 ming 321 nafarni tashkil etdi. Bu amalda yuritilgan statistik hisob-kitoblarga nisbatan qariyb 811 ming nafarga ko'p. Bu hozir e'lon qilganimiz bu dastlabki natijalar, chunki o'sha farmonda ham belgilangan keyingi yil 1-iyulgacha bosqichma-bosqich yana e'lon qilib boriladi. Aytishim mumkin, bu o'rtacha bir 14-15% yig'ilgan ma'lumotdan natijalar e'lon qilindi. Qolgan 80-85% ma'lumot yana bir yil davomida doimiy e'lon qilib boriladi. Bu bo'yicha alohida sayt bo'ladi. Aholi Uz degan va o'sha statistika qo'mitasining saytidan bemalol jurnalistlar ko'rib foydalanib borishlari mumkin. Va bizda qishloq xo'jaligi bo'yicha ham tarixda birinchi marta o'sha yerlar, chorva mollari, ekin turlari, bular bo'yicha keng ma'lumotlar yig'ildi. Shuningdek, mamlakat aholisi 1989-yildagi oxirgi aholi ro'yxatidan buyon qariyb 2 barobarga, 1897-yilgi birinchi umumiy aholi ro'yxatiga nisbatan esa qariyb 10 baravarga oshgani qayd etildi. Alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston aholisini raqamli faolligini dan kelib chiqqan holda bu web orqali, platforma orqali ro'yxatdan o'tish, mustaqil ro'yxatdan o'tish 82,3% ni tashkil qildi. Bu dunyo bo'yicha ham juda ham yuqori ko'rsatkich. Umuman olganda ikkinchi o'rinda desak bo'ladi. Kanadadan keyin ikkinchi o'rinda 82,3% li natija bilan O'zbekiston aholisi faol ishtirok etdi. Buning natijasida ma'lumotlarni to'plash tezligi oshdi, ma'lumotlarning sifati yaxshilandi va albatta bunga qilingan xarajatlar ham maqbullashtirildi. Matbuot anjumanida migratsiyaga oid ko'rsatkichlar ham ma'lum qilindi. Aholining katta qismi ma'lumotlarni onlayn taqdim etgan bo'lsa, qolgan qismi mahallalarda uyma-uy yurish orqali qamrab olindi. Ishtirok etgan xalqaro ekspertlar mazkur tadbirning ahamiyatini yuqori baholadi. Bu nafaqat muhim statistik tadbir, balki O'zbekiston taraqqiyotidagi tarixiy bosqichdir. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentliklari, Jahon banki va boshqa rivojlanish bo'yicha hamkorlarning texnik, moliyaviy hamda ekspertlik ko'magini ham alohida e'tirof etaman. Chunki bunday keng ko'lamli ro'yxatga olishni o'tkazish juda murakkab jarayon hisoblanadi. Bu ro'yxatga olishning yana bir muhim jihati shundaki, O'zbekistonda ilk bor aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxati birgalikda o'tkazildi. Bu esa mamlakatning demografik holati, qishloq hududlari, oziq-ovqat xavfsizligi, migratsiya va iqlim o'zgarishlarining o'zaro bog'liqligini yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Eng muhimi, aholini ro'yxatga olish har bir insonni hisobga olish, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik demakdir. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, ro'yxatga olish natijalari hududlarni kompleks rivojlantirish, infratuzilmani rejalashtirish, ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, ijtimoiy himoya hamda qishloq xo'jaligi sohalarida aniq va manzilli qarorlar qabul qilish uchun muhim statistik asos bo'lib xizmat qiladi. Dastlabki ma'lumotlar Milliy statistika qo'mitasi tomonidan bosqichma-bosqich e'lon qilib borilishi ma'lum qilindi. Sevinch Minboyeva, Muzaffar Orifxonov, Bugun dasturi uchun.